Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimdek Usta Muhammad Yusuf. Navbatdagi tungi telefon xizmatimizni Farg'ona viloyati Quvasoy tumani Pakana qishlog'ida Xudo xolasa mana shunaqa go'zal holatda yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, xonadonimizga ichkari shapka, ko'cha shapka polnosti choksiz sliflari bilan Xudo xolasa tungi telefonlarni qilib beryapmiz. Xonadon egasini talablariga binoan dizaynlar, fasollar, darvozaxonamizga kosmoslari bilan birgalikda bo'ldi. Xo'p, birinchi o'rinda narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 120 mingdan 140 minggacha material yuqi qalinligiga qarab mana shunaqa xonadonlarga tungi telefonlarni qilib beryapmiz. Tarnovlarni metrga hisoblanadi. Tarnoyimiz, choksiz tarnoyimizning ustanovkalari, tarnovlari, ilmoqlari, xullas hamma yo'g'i ichida usta haqqi metr 70 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. 4 metrli yevro tarnovlarimiz bo'lsa 60 mingdan boshlanadi akalar. Xo'p, xonadonimizga foydalangan ranglarimiz oq rangga mokri rangdan foydalandik. Turbalarni ham Xudo xolasa tushirib beramiz xonadonimizga. Xo'p, turbalarimizni tarnovlarimizdan arzonroq hisoblaymiz. Metrga hisoblanadi turbalar ham. Tungi telefon esa ishlatilayotgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Buni aytishimizning sababi ishlatilgan material bukiladi, qayriladi, ustma qatiriladi. Shuning hisobiga joyingizning kvadratidan ko'proq ketadi. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, kelishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p. Akalar, qanaqa materiallardan foydalangansizlar desanglar, bu yerda materialimiz oq Toshkent tunuka bo'lgan, 0.4 qalinlikda. Aksessuarlarimiz esa 35 matvi Xitoydan bo'lgan akalar. Choksiz sliflarimiz ham 0.4 Xitoydan bo'lgan akalar. Xizmatlar bo'lsa quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa navbatdagi tungi telefon qilinadigan xonadonimiz aynan sizlarda xonadoninglar bo'lishi mumkin. Do'stlar, yana bir narsa, tungi telefonda xonadonimizning ustunlari ham tungi telefon qilib berilgan, hamda mana bu xorilari ko'rib qilib o'ralgan. Qo'yingki, xonadonimizning tungi telefon qilinadigan barcha joylari Xudo xolasa go'zal holatda tungi telefon qilib berildi. Quyida raqamlarda Telegram, WhatsApp, Imo barchasi bor. Bemalol musofirda bo'lsangiz ham aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa sizlarda ham xonadoningizda mana shunaqa chiroyli ko'rinishda tungi telefonlarni qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Akalar, like bosib, uyga tungi telefon qilmoqchi bo'lganlarga mana shu videoda jo'natib qo'ysanglar, juda ham foydali, manfaatli bo'ladi. Bu tomonlarimizda mana Xudo xolasa ishlarimiz yakunlash jarayoni ketmoqda. Turbalarimizni tushirib qo'ysak, Xudo xolasa ishimiz yakunlanadi. Mana bu tomondagi turbani pastga va tomga tushirib qo'yamiz. Bu tomondan esa mana bu joydan bitta tushiramiz, hamda mana bu lesa turgan tomondan ham bir joydan turbani yerga tushirib beramiz chiroyli qilib. Hamda akalar, darvozaxonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamiz sana ko'rsatuvlari Xudo xolasa go'zal holatda bo'lgan. Ko'cha tomonda ham Xudo xolasa ishlarimiz yakunlash jarayoni ketyapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ko'chamizni ham o'ta ham go'zal holatda tungi telefonlari yakuniga yetkazib berilmoqda. Sizlar esa faqat like bosib uyga tungi telefon qildirmoqchilarga bu ishlarimizni jo'natib qo'ysak, inshaalloh juda ham foydali, manfaatli bo'ladi. Xo'p, uyimizning mana bu tomon qismlari ham bo'lgan akalar, mana bu tomon yonbosh qismlari ham tungi telefon qilib berilgan. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda chiqqan. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.